Hozirgi kunda Tojikistondan kelib turib, ghost qilib kirib registratsiya qilsa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Undan keyin mana shunday prava Tojikiston yoki O'zbekiston pravalari bilan Moskvada mashina haydash mumkin edi. Keyin qanaqa zakonlar kirdi? Jigarlar, mana shu videoni oxirigacha ko'ringlar, men sizga batafsil o'taman. Lishni men o'zim Rossiya Federatsiyasiga kirib kelganimda chastni, ya'ni ghost qilib kirib keldim. Mana shunday o'zim yozib turib kirib keldim, ghost qildim. Ghost qilganimdan keyin menga mashhur amina ochib bo'lmaydi. Ghost qilib kelganlarga mana shunday jigarlar bumajniy registratsiya qilinadi. Mana shu mening o'zimning registratsiyam через gosusluga qilinadi. Bumajniy registratsiya. Hozirgi kunda qilib bo'ladimi, ili bo'lmaydimi? Hozirgi kunda ham qiladir. Agar kimdir patent rabota qilib kirsa, rabota qilib kirib kelgan odamlar, rabota ular amina ochadi. Amina ochgandan keyin kaknada ular FMSga borib turib, shu patent olib, через amina приложение orqali ishlaydilar. Nashat ghost qilib kirganlar esa mana shunday birin общежит yoki bo'lmasa birin joyda tavib turib, nagila original через хозяин kaknada mana shunday bumajniy registratsiya через gosusluga ili MVD orqali qilib olsangizlar bo'ladi. Mana shu mening o'zim 3 oylik ghost qilib kirib turib, mana qilib oldim. Undan keyin akalar qaranglarda, mana shu oldin men mana shu prava bilan bemalol mashina haydab yurgichim, lekin mana shu safar keldim, meni gay ushladi, 15 ming rubl shtraf dedi, keyin mashinani evakuator qilaman dedi. Sabab причина desam, перевод prava so'rayapti. O'zbek nomerda haydab yuring mashinangizda, ili Tojikiston mashinasini haydab yuring Moskvada, ili bo'lmasa rossiya nomer farqi yo'q. Hozir yangi zakon chiqqan, oldin можно edi. Hozir yangi zakonda 15 ming rubl shtraf bor, mashinangiz еще shtraf stankaga evakuator bilan ketiladi. Buning uchun lej bir mashina haydamoqchimizki, mana shu mashina haydab yursangiz, mana shunday kaknada перевод prava 1000 rubl turadi. Через notarius orqali перевод prava 1000 rubl turadi. Mana shu перевод pravani qilib olsangizlar, sizlarga hech qanday pretenziya yo'q. Kaknada mashinani haydab yursangiz bo'ladi. Undan keyin Tojikiston nomida kirib kelganlar voz problema voz kimning nomida bo'lsa, shu odam haydab yursa, ma'lumotsa boshqa odam haydab yursa, uje bo'lmaydi. Kaknada shtraf suda yo'q egalar. Например, men Tojikiston nomida Tojikiston mashinasini haydab kirib keldim. Voz meni nomimda, to'g'rimi? To'g'ri. Страховка qildim. Без ограничений или ограничений без ограничений. Страховка без ограничений bo'lsa, uje любой pravasi bor odam mashinani haydab yursa bo'ladi. Agar ko'cha-po'chada ushsa, hayır, mashina yo akamniki, yo xishimniki, yo bratimniki. Mana страховкам без ограничений, mana mashina haydab yuribman, yoki tuda, yoki suda deb mana shunday bemalol обращаться qilsa bo'ladi. Mana shu lekin mana shu 1000 rubllik mana shu перевод pravani qilib olishlaringiz shart. Agar mana shuni qilmasangizlar 15 ming rubl shtrafi bor. Eli bo'lmasa joyda 5 ming 10 ming berib chiqib ketishingiz kerak bo'ladi. Ana shuni abzal. Nashat kim agar patent ola olmasa, hozirgi kunda qanday? Patent ola olmaganlarga bemalol kim agar ghost qilib kirib kelaman deganlarga mana shu ghost qilib kirib kelib, bumaj registratsiya qilib yursa ham hal ham bo'ladi.